Shunaqa klientlarimiz ham ko'p-da. Mana shu uy o'zlaring bilib dizayn qillaring, interyer ishlatmayman. Mebel bilan eshikni o'zida ochilsin, bo'ldi. Devorlarim hammasi oddiy bo'ladi. Patologga ham o'zlaring razmer berilaring, santexnikani ham o'zlaring, elektrikani ham o'zlaring razmer berilaring. Men qildirtirib beraman, bo'ldi degan proyektlardan bittasi bo'lgan. Bu kuxnamizda ham 6,5 metrga yasaganmiz, dapatalka qilganmiz. Lekin ustoliga razmerni keltirib berishimizni, ventilyatsiyani qilib berishini kutishimizga ozgina vaqtlarimiz ketib qoldi. Bu uyimizda oshxona mebeli, prixoshka, 9 ta eshik va 2 ta spalni qilib berganmiz. Hammasi dapatalka qilingan va dapatalka qilinganda ham bizani mebel tugashiga qarab turib, xonani lepkasini aylantirib ketishgan. Biza razmer berganmiz va lepka qilishligini kutganmiz. O'shani hisobiga pul to'langandan keyin start bergungacha 3 oydan oshiq vaqt o'tib ketgan, lekin start berilgandan keyin vaqtiga yasab berganmiz. Bitta ishimizni ko'rib baho beringlar. Har doimgidek furnituramizga Bloom, stolesnitsamizga Quartz, kraskalarimizga Gench, korpusiga E1 MDFlardan ishlatganmiz. Ishlarimizni ko'rib baho beringlar. Endi prixoshkaga o'tamiz. Prixoshka qismimizda ham ko'rib turganingizdek kattakon shkaf qilib berganmiz. Hammasidan foydalaniladigan qilib polkalarni qilib berganmiz va tepaga kalta kiyim. Hozir uzun kiyimcha unaqa ko'p emas, lekin bo'lib qolgan taqdirda ham mana shu ham uzun kiyimga mo'ljallab turib dizayn qilingan. Antresoriga uydagi hamma ortiqcha kiyimni kirib ketadigan qilib berganmiz. Bu yerda ham patologga razmerni berganmiz va devorimiz mana shu orqa tarafda masjidda tugagan edi. Buni bakani o'stirib turib oxirigacha o'tkaztirib yuborganmiz ham. Prixoshka qismimizda katta koridorimizda eshiklarimizni ham qo'yib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, avvalniy korobka, 38 talik to'liq MDF va nalishniklarimizni gulli nalishnik qilib berganmiz. Bu eshikdan 9 ta qilganmiz. Bitta ko'rib baho berasizlar. Lekin haligacha hech kim bunaqa qilib bera olmayapti. Ovozi to'kilashini qaranglar. Endi spalniy zonaga o'tamiz. Bu birinchi spalniy xonamiz. Kichkinagina xona, lekin bu yerda fasollarimizga ahamiyat beramiz. Apklat bilan ishlangan, alohida 2 xil fason qilib ishlab berilgan. Har doimgidek tepadan pastga aylanadigan qilib berganmiz. Xonamiz kichkina, lekin qulayligini ko'rib bitta baho berib ketasizlar. Endi ikkinchi spalniyimizga ham o'tamiz. Ikkinchi spalniyimizda ham apklatni qilib aylangan, haligi xonadan boshqacha qilib dizayn qilingan. Bundan tashqari bizda o'zimizda mehki yo'nalishimiz ham bor. Eslatib o'tamiz, akamiz eshik bilan shug'ullanadilar. Men zakaznoy mebel bilan, ukamiz mehki mebel va mehki kravatlar bilan shug'ullanamiz. O'shaning uchun ham biz katta proyektlarni bittada ola olamiz va 3 ga bo'lib turib yasab beramiz. Sizlarga ham sifatli mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.